Bismillahirrahmanirrahim. Kiyimimizge az miqdarda nijaset yo'qib qolgan bo'lsa, bu kiyimimiz bilan ko'masdan namoz o'qigan bo'lsak, namozimiz ado topamdi. Oldi bilan shariatda nijaset ikki turlik bo'ladi. Birinchisi ig'ir nijaset. Ig'ir nijasetlar qaysi degan vaqtimizda odamdan keladigan cho'ng kichik tahoratlar, qon, yiring, mani, bundan boshqa itning sho'lgiyi va gushilmaydigan hayvonlarning cho'ng kichik tahoratlari ig'ir nijaset qatoriga kiradi. Bu ig'ir nijasetlardan kiyimimizga, namoz o'qiydigan yerimizga yoki badanimizga tengi miqdori yoki uningdan kichik yo'qib qolgan bo'lsa, bu kechirim qilinadi. Agar tengi miqdoridan cho'ng yo'qib qolgan bo'lsa, bunda holatda namoz o'qigan bo'lsak, namozimiz ado topmaydi, qayta o'qishimiz kerak. Ikkinchisi yenik nijaset. Yenik nijaset qaysi degan vaqtimizda, masalan, qo'y va kala va shuning o'xshagan gushini yigilib bo'ladigan hayvonlarning cho'ng kichik tahoratlari yenik nijaset qatoriga kiradi. Bu xil nijasatlar kiyimimizga, namoz o'qiydigan joynamozga yoki badanimizga yo'qib qolgan bo'lsa, agar yo'qib qolgan o'rin 4ning biriga yetib qolgan bo'lsa, namozimiz ado topmaydi. Agar 4ning biriga yetmagan bo'lsa, namozimiz ado topadi, kechirim qilinadi. Ammo namoz o'qishdan ilgari ko'rgan bo'lsak, mayli u ig'ir nijasat bo'lsin, mayli yenik nijasat bo'lsin, chuqur uni yuvishimiz kerak. Ammo ko'masini o'qib qolgan bo'lsak, buning hukmi biz yuqori degandek bo'ladi.